Oho, endi nima yozyapsiz aka? Bir katyol, bir pechka. Ana endi havolar ham isib ketdi-ku, navbat suvriga. Hozir mana shuni aytib ketaman. Katta 4 metrli bo'lyapti. O'zimizda bizada katta qo'rg'onda chorpiya deydi. Bir xil joyda tapchan suvri, xo'sh, razmeri 4 metrga bunaqasi 2.60 bo'lyapti. Profildan yaqinroq olib kelyapman. 2,5 stenkaligidan 10 ga 10 profil. Biqini 2,5 stenkali 10 ga 5 profildan aylanasi bo'lyapti. Suyanadigan joyi 2 stenkalikdan 6 ga 4 profildan bo'lyapti. Buni lagasi 3 qator laga o'tadi, 8 ga 8 profildan bo'ladi. Hozir mana bitta gulchalariga e'tibor qildi. Hammasi avtomatda, kempada, xullas mana mayda-mayda qilib, xuddi zargarda ishidek qilib chiqarilyapti. Hali chaqlab buni umuman qo'lda ham kesmaydigan qilib oltita g'ildira ham qo'yamiz. Xo'sh, kommentariyaga mana shunga yozinglar, qanaqa rangga buni sepsam bo'ladi. Kimniki qaysi rangga kommentariyada xo'sh ko'proq layk yig'ilsa, ko'proq yozilsa, o'sha rangga mana shuni chorpiyani sepib beraman. Buni oldida hali zinalari ham bo'ladi, yopiq bo'ladi. Xullas kuzatib borsanglar, O'zbekistonda bitta bo'ladi mana shu chorpiya. Kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.